Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun Artyom. Bugungi yangi videoroligimga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikda men Mastercraft o'yinini obzor qilaman. Men oddiy original Minecraftdan charchadim. Yo, to'g'ri, uzr. Faqat unda mod qo'shish kerak. Bular desa tayyor mod, tayyor nimalar, kartalar. Bu yerda 3 ta karta bor. Men shulardan bittasini obzor qilaman. Avval settingizga kirasizlar. O'g'ala shuni olsanglar, settingizga kirasizlar va global resurs pakka kirasizlar. Aytgancha bu versiya sizlarga yoqadi, chunki bu Minecraftni yangi versiyasini olmaganlar uchun 1.21.71.0.2 versiya. Bu вообще super. Bu modlarni o'zim yuklamaganman, ofitsialni o'zidan chiqadi. Ana bu manba sizlarga FPS ko'tarib beradi. Bu o'sha trailer pack. Bu qorong'u modi, sizlar qorong'u modi. Bu o'sha 1.21 versiya, pastroq tushirsanglar. Va Minecraft klassik versiyasi. Men o'zim yukladim shuni. Hozir mana oldimda o'rtog'im ham bor. Gapni unga bersa oldin sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bu yangi versiya bo'lgani uchun pick block ham ko'chirilgan, show kamera ham ko'chirilgan va so'z navbatini mana o'rtog'imga beraman. Assalom do'stlar, Artyomni obunachilar va xohlasanglar, agar mana kanal ochsam original Minecraftdan eng yangi versiyasida 45 ta obuna bo'lsin. Hozirroq obuna va like knopkasini bosib qo'yinglar. Bo'lmasa aktiv tushib ketdi. Sizlar aktiv tushurdinglar, mana videoni kam-kam olishni boshladim-da. Ketdi. Oda change skin, ya'ni skin tanlash bor. Okeyni bosasizlar. Okey. Bu yerda o'zlaringiz skin qo'yaverasizlar-da. Playni bosaman. Men ana shu uchuvdan menga yoqqan karta Grand World'ni ko'rsataman. Chunki bu Grand Pro World'dan ham вообще mashindu. Вообще zo'r. Qarang. Agar shu videoda like-ni ko'paytirib, obunani ko'paytirib taslasanglar, men keyingi videoda sizlarga o'zlaringizni tayyor uy qurishlaringizni va 40 ming atak oladigan qilich modini o'rnatishni ko'rsataman. Bu вообще zo'r. Shu uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanal rivoji uchun albatta yaxshi. Sizlar qancha like bosasizlar, qancha obuna bo'lasizlar, ko'p odamga tarqaydi va odamlar like'lar bosaversa, meni sizlarda gapim bor. Agar meni kanalim qachonki 50 ta bo'lsa, yo 55 ta qilib tashlaysizlar-ku, osonku 55 ta bo'lsa, men Minecraftda tashlang'ich, ya'ni qarovsiz qolgan qishloqda video olaman. Bu sekin o'tadi. Sababi bunda qaranglar. Agar sizlar modini qilmasanglar, bu hozirgacha o'tib bo'ladi hozirgacha. Bu narsa sizlarni modinglarni o'sha Minecraft'larga qo'shib berish uchun kerak. O'tmayapti-ku desanglar mana. Shu yerda to'xtayapti, sekin o'tayapti. Qaranglar, bularni yuklash uchun ham vaqt kerak. Bu yuklansa ancha vaqt ketadi. Lekin allaqachon mashqqa keldi. Ozgina qoldi. Telefonim sal kuchsizroq bo'lgani uchun qotishi mumkin, ahamiyat bermaysizlar. Berlar. Qaranglar, bu yoqda men umuman qurmabman. Qaranglar, bunda 40 ming atakli va bunda har xil nimalar beradi. Bu вообще kuchli-da. Va kamonni. Qaranglar, bunda cracking ham bor ana. Cracking. Pasroqqa qo'y, qotishiga ahamiyat bermaydi.
Akrikin o'zini biyomda spam bo'ladi ikkinchi. Bu Hitex uy. Buni men qurmaganman. Yana bir qaytaraman. Qotishlarga ahamiyat bermanglar. Qotisham bilaveradi. Bunda faqat tegirmon yarmi bak bo'lib olingan va bu portalni qaranglar. Do'stlar, bunaqa portalni faqat YouTube'da odamlar qurganda ko'rgansizlar, to'g'rimi? Va bu yerda yana bitta kichik portal va bu yerda nima yo'q bo'lib ketgan uycha, lekin bu yerda yashasangizlar bo'ladi. Zombilardan himoyalagan, chunki zombilar bu yerdan kelsa ham baribir buni ustiga chiqadi, to'g'rimi? Buni ustidan suvga tushib ketadi. Bu yerda ham xuddi shunday. Va bunda oxirgi narsa qoldi. Oxirgi emas, yana bitta bor. Va bu mana shu uy. Bu vobshe uy bu. Uy. Bu yerda esa oddiy fermerning uyi. Bunda hamma narsa o'stirilgan, haqqoniy bo'ladi. Ishonmasanglar yuklab olib o'ynab ko'ringlar. Mana videoim tugadi. Keyingi video uzunroq bo'ladi va men buni yuklashni ham ko'rsaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lsangiz chiqmasin. Sog' bo'linglar.